Men ham shu nano bazamni olib ichganman, shu o'zim natijalarimni aytmoqchiman. Ustozim Zamira opam menga aytib qolganlar, shu oyog'im yurolmay qolganman, travmatologiyaga kelgan, borib lecheniya oldim. Больницаlarda ham yotdim, umuman menga bitta ham yordam bermadi. Bundan battar bo'ldim. Oyoqlarim shishib ketib, yurolmay qoldim. Keyin biz ham bir joyda singlimnikida yig'ilib o'tirganimizda shu Zamira opam kelib yana shu mahsulotni aytdilar-da, keyin ularga ertalabdan bitta ayol telefon qilib qoldilar Surxondaryodan. Opa, kecha sizlardan olib ketgan mahsulotimni dedi, onam yotib qolgan edilar. Dedilar, o'shalarga kechqurun kelib yo'ldan berdim-da, keyin ertalab ular men uxlab yotganimda o'zlari shprisga tortib olib, men ularga 05 dan boshlagan edim. Ular shpris to'ldirib ichib yuboribdilar onam. Shunisa qilmaydimi? Onangizga nima qanaqa ahvollari desa, onam yotgan onam o'rnlaridan turib Makka o'ryaptilar tursalarni. Yotib qolgan pastelni ayol. Keyin uni eshitib biz ham opa singillar og'zimizni ochib anqayib hayron bo'lib qoldik. Voy Zamira opa qanaqa edi deb hammamiz qiziqib qoldik. Keyin aytdim, yuring tez borib, men oyog'im shunaqa yomon og'rirdi. Borib olaylik shu bugunsa. Bugun oddiy ular ishlashmaydi. Voy chaqiring bugun borib olaylik deyapman. Shu o'zim jonimdan o'tib ketayotganidan o'sha kuni olib ichkim kelib ketdi. Keyin ular aytdilar, dushanba kuni olib boraman, borasan shu yerda olib ichaman. Keyin olib men uni mahsulotni olib ichdim. 4-kundan men yurib ketdim. Xudoga behisob shukr, alhamdulillah. Alloh nasib qilgan odamlar bu yerga kelar ekan, Alloh nasib qilgan odamlar ichar ekan. Men bunga amin bo'ldim. Keyin shu yerda shunaqa Allohdan so'rardim, Allohdan shifoni. Alloh menga shu nano balzamlarni yetkazganiga behisob shukronalik aytib, menda ham bronxit bor edi, xronический, sal shamollab qolsam, nafasim xirillab, o'sha ikkinchi etajliga chiqa olmas edim. Mana nano bazamni ichganimdan keyin o'zimdagi ko'p narsalar menda shu kasallardan tuzaldim. Bronxit, yana shu pelinefrit, xronический gastrit, xronический gepatit, mana shu narsalar menda hammasi tark etib, Xudoga shukr. Ular aytgandek, namozlarga ham chopib yugurib 18 yoshli qizdek bo'lib qolar ekansiz. Keyin o'zim olib ichganimdan keyin uyimdagilar ham qiziqib qolishdi. O'g'lim yaqinda operatsiya bo'lganda grija bo'lib, uni ham kuchsiz, holsiz anaqa bo'lib qolgan. Shunda o'g'limga ham olib ichirdim. Oyi dedi, shunaqa zo'r his qilaman o'zimni. Xuddi oldingi anu sportsmen bo'lib yurgan paytimdagi, qatnashib yurgan paytimdagi kuchga kiryapman dedi. Ayniqsa smartni ichganimda juda ham men his qilaman, charchamayman, charchab qolardim sal narsalarga. Xo'jayinimda tosh bor edi ko'chkalarida. O'sha ko'chkadagi tosh ham tushdi ulardan. Ko'p natijalarni oilaviy ichib, mana kichkina nevaralarimda parazitlar bor deyishdi. Uni ham smartda ichib, undan ham natijalar olyapmiz. Xudoga shukr, behisob shukr, alhamdulillah.